Voy, bu tomoni holati juda ham og'ir-ku. Nimalar qilyapsiz? Doktor 3-4 yildan men shu tomoqdan qiynalib ketdim. Angina juda ham qiynavordi. Aptekachi bergan 5-6 xil dorilarni oldim, bir tiyinlik foyda bermadi. Iltimos menga yordam bering. Aptekachi shifokor emas, u qanaqa qilib aptekachi buyurgan narsa bilan o'zingizni davolab yuribsiz? Tim bo'lib necha yillardan beri bezovta qilayotgan ekan. Bunaqa holatda eng to'g'ri yo'li analiz topshirasiz, ya'ni rema probaga. Ko'rsatkichiga qarab sizni davolaymiz xudo xolasa. Agar ko'rsatkichi ko'tarilishi boshlagan bo'lsa, revmatolog bilan birga davolaymiz. Agar juda ham yuqori chiqadigan bo'lsa, unda anginezni olish kerak bo'ladi. Agar sizlarda ham shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi tavsiyam lorga kelib, lor ko'rigidan o'tinglar. Surunkali holat aniqlansa, analiz topshiringlar, ya'ni revma proba. Revma probada ko'rsatkich ko'tarilishi boshlagan bo'lsa, revmatolog bilan birga biz lorla davolaymiz. Agar juda ham baland chiqadigan bo'lsa, unda anginalarni, ya'ni tanzildektomiya qilib olish kerak bo'ladi. Sizni endi planoviy qilib davolaymiz inshaalloh.